Dada, bugun kunim yaxshi o'tdi. Молодец, bolam. Meni tanidingmi yaramas? Bu voqea ro'y berganiga kamida 10 yil bo'ldi. Aniqlanishicha, Ismoil ismli odam Amir ismli odamdan qarzga 30 ming dollar olgan va qaytarmagan. Orada Amir ismli odamning onasi og'ir kasal bo'ladi. Onasini davolashi uchun puli bo'lmagani sababli Amirning onasi bu hayotdan ko'z yumadi. Shuning uchun Amir Ismoilni o'ldirgan. Shundan so'ng Amir yaxshi oqlanganligi sababli ozod qilingan. Oradan vaqt o'tdi va bir kuni Ismoilni bolasi Amirni topadi va qasos olishga harakat qiladi. Va nihoyat qasos olish vaqti keldi. Hozir men seni boplayman. Ketdim. Ay, kechiring. Alo, assalomu alaykum, politsiyami? Ha, politsiya. Bu yerda shubhali shaxsni ko'ryapman, xuddi narkotik olib yurgandek. Xo'sh, qayerdaligini ayta olasizmi? Xo'jabrug'or 54-uy tomonda. Xo'p, rahmat. Hozirroq yo'lga tushamiz. Xo'p, xayr, tezroq. To'xtang, politsiya! Siz qo'lga olindingiz. Nima uchun? Sizda ikkitangizda narkotik topildi. Menda hech qanaqa narkotik yo'q. Mana buni ma'lumoti. Siz qo'lga olindingiz. Sud ochiq deb e'lon qilaman. Bizda ayblanuvchi Olimov Amirbek. Ayblanuvchi Olimov Amirbekning kistalaridan yo'qman modda chiqdi. Xo'sh, Saidov Javohir, siz bunga nima deya olasiz? Kecha yurayotganimda ayblanuvchi, ya'ni Olimov Amirbekka turtilib ketdim va kistasida giyohvand modda borligini ko'rib qoldim. Ma'lumotingiz uchun rahmat, Saidov Javohir. Endi ayblanuvchi Amirbek, siz nima deya olasiz? Nima bo'lganini bilmayman va so'z navbatini advokatimga berishingizni so'rayman. Tushunarli, Olimov Amirbek, endi sizni advokatingiz Hamidov Qobiljonga so'z beraylik. Qani nima deya olarkansiz? Men advokat bo'lib shuni ayta olamanki, Olimov Amirbek aybsiz. Chunki uni aybdorligiga yetarli dalillar mavjud emas. Sud qaror qabul qiladi. Biz Olimov Amirbekning 276-moddasiga asoslangan holda 3-5 yilgacha qamatishimiz mumkin edi. Lekin yetarlicha ma'lumotlar bo'lmagani uchun Olimov Amirbek ozod deb qaror qabul qilinadi. Suddan so'ng bir hafta o'tdi. Ismoilning o'g'lini, ya'ni Javohirning rejasi ish bermaganidan qattiq g'azablandi va Javohir Amirni o'ldirishni maqsad qildi va u o'z maqsadiga erishdi. Hoy, sen. Sud ochiq deb e'lon qilaman. Ayblanuvchi Saidov Javohir. Bizda guvoh Hamidov Qobiljon. Bizda ayblanuvchi Olimov Amirbekni o'ldirib ketgani sababli Hamidov Qobiljon guvoh. Siz nima deya olasiz? Men guvoh bo'lib shuni ayta olamanki, Saidov Javohir Olimov Amirbekni o'ldirgan. Chunki menda video yozuv bor va buni sizlarga ko'rsatishim mumkin. Hoy, sen. Biz Hamidov Qobiljonni gaplariga ko'nikkan holda Saidov Javohir Olimov Amirbekni o'lganini bilib oldik
va Saidov Javohirni 97-moddaga asoslangan holda 15 yilga ozodlikdan mahrum qildiramiz. Sud tugadi. Ketishingiz mumkin. Shuni bilingki, haqiqiy kuch qo'lingda qurol tutishda emas, balki g'azab ustidan g'alaba qozonishda. Kimdir hayotni olish orqali qudratli bo'laman deb o'ylaydi, lekin haqiqiy buyuklik hayot baxsh etish va boshqalarga nur ulashish bilan keladi. Ezgulik bilan yashagan odam orqasidan nafrat emas, mehr qoldiradi va aynan shu mehr uni o'lmas qiladi.